O'rtoq, menga mashina yoqdi, hammasi zo'r. Qanaqa gaplashamiz bu yog'ini, og'ayni? Shartnoma qilsak bo'ldi, o'rtoq. Qanaqa shartnoma, nima deyapsan? Sud yo'kida hozir notariusga borib yuramizmi, shartnoma qilamiz? Yo'q, mana men bitta qog'oz olganman, shunda ism familiya qilsak bo'ldi. Nima deyapsan, yengisi-yu bu. Nima yozishimizni bilmaymiz bunga, tushunsan? Agarda siz ham yozma shartnoma qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu 3 ta narsani aniq yozishingiz shart. Bizga obuna bo'lib qo'ying, shu narsalar haqida hozirroq gapirib beraman. Yozma shartnomada kiritilishi kerak bo'lgan 3 ta banddan birinchisi ikki tarafni to'liq ma'lumotlari. Ikki taraf ham ism, familiya, otasining ismi, pasport yoki pasport ID raqamlarini va yashash manzilini yozishi kerak. Ikkinchisi bu kelishuvdagi mablag' yoki mahsulot miqdori va qaytarish muddati. Agarda qarz bo'lsa, qarzni olish sababini ham kiritish kerak. Qachon qaytarilishi yoki to'lanishi sanasi aniq yozing. Bu yozilmasa, qarzdor bundan kamroq olganman yoki muddat hali kelmagan deb inkor qilishi mumkin. Uchinchisi bu javobgarlik shartlari. Agar qarz vaqtida qaytarilmasa, qanday choralar ko'rilishini aniq qilib yozish kerak bo'ladi. Lekin bularni yozishda ko'p vaqt ketkazishingiz, yozishda esa xato qilib qo'yishingiz mumkin. Hesab ilovasi orqali ortiqcha harakatlarsiz 2 daqiqada oldi-berdi qarz va nasiya savdo shartnomalarini tuzishingiz mumkin. Ilovani App Store yoki Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Ko'proq ma'lumot olish uchun bizga obuna bo'ling.